bu darsimizda ma'lumotlarni qidirish va ularni almashtirish haqida ko'rib o'tib ketamiz. Biz o'tgan safargi darsimizda filtrlar, ya'ni saralashlarni ko'rib chiqdik. Hammasini joyiga qaytarib qo'yamiz. Bizda qarang, biror-bir ma'lumotimizda, hujjatimizda aytaylik boshqa tumandan oldik, o'shani o'zimizni rayonga moslashtirmoqchimiz. U tumanda xavos degan so'z bor. Misol xavos degan so'z, men aytgan bitta xavosov deb qo'ying, prostaga sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Maytda ham yoki xavosni o'zi tursin, xavos tursin-da. Biz ham mana shuni qidirishimiz kerak. Qaysi joylarda borligini uchun qidirishimiz kerak. Maytni belgilaymiz, maytni yozamiz, xavosni. Mana birinchi oynaga olib borib berdi, nayti dali qilsak ikkinchisiga olib borib beryapti. Endi biz shuni zamin qilmoqchimiz, xavosni boshqa tumanga zamin qilmoqchimiz. Naytida mana zamin degan joyimiz bor. Xavosda nimaga zamin qilasan deb sendan so'rayapti. Sizdan, ya'ni sizdan so'rayapti. Biza xavosim deb qo'yib, xavosim yoki xavosim va zamin esa degani bu mana shu xavos degan so'zni to'liq zamin qiladi. Agar bittasi bo'lsa sizga kerak, siz zamin esa qilasiz. Mana ikkita so'z zamin bo'ldi. Bu ham bo'ldi, bu ham bo'ldi. Xuddi shu qidirish, bu o'sha ma'lumotimizni qidirib olish, zamin qilish esa o'sha ma'lumotimizni almashtirib olishimiz.